Sizlar bilasizlarmi nimaga qodir ekanliklaringni ko'rib men ham g'ururlanaman. Tizimi bo'lgani, erkinlik bo'lgani, sharoitlar yaratilgani mana shunday yo'lni ochib berdi. Bir o'zimizga savol beraylik, biz hali qancha imkoniyatlarimizdan to'g'ri foydalanmayapmiz. Vaqtimiz bekor o'tayapti. Sizlar hozir kurashayotgan vaqtlaring, natija berayotgan vaqtlaring. Davlat, millat, mamlakat, prezident hamma sharoit yaratib berishga tayyor. Sizlar namunasizlar. Sadoqat namunasizsa shunday bo'ladi. Ertaga yoshlarimizga namuna. Mana shu vatanparvarlik ruhida agar biz qayerdadir kimnidir o'rgatamizsak, o'rgatish kerak emas. Sizlardan ko'rib, yurish-turishlaringni, bilimlaringni, ilmlaringni, vatanga bo'lgan muhabbatlaringni ko'rib, kitob kerak emas. Sizlar kitobsizlar. Mana qudratim, prezidentning qudrati. Sizlar baquvvat bo'lishingiz kerak. Mana shunda hamma narsa bo'ladi. Ana shunga sizlar har kuni kuchlaringni, qudratlaringni bilim. Qachon biz qo'rqmaymiz, bilimli bo'lsak. Qachon biz bilimli bo'laymiz? O'zimiz ishimizda ishlasak, ishlashimiz kerak. O'zingiz shaxsan har bir O'zbekiston mudofaaga oyoq bosgan odam u sadoqat bilan xizmat qilish uchun hammaga o'rnak bo'lish kerak. Yurtim har qarich yeri, orimda